Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Chirchiq daryosining qirg'og'i o'pirilib ketdi. Toshkentda xavfli harakatlangan Cobalt o'q uzish orqali to'xtatildi. AQSh Kuba prezidentini o'g'irlash variantini ko'rib chiqmoqda. Maduro ssenariysi takrorlanadimi? Eron bo'yicha keskin burilish. AQSh kutilmaganda zarbalarni bekor qildi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan, faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Chirchiq daryosining qirg'og'i o'pirilib ketdi. 11-iyun kuni Toshkent shahri Bektemir tumani Nurafshon mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosida joylashgan suv so'ndirgich inshootining oqim bo'ylab o'ng nishabligidagi beton qoplamasi hamda qirg'oq bo'yi mintaqasida o'pirilish sodir bo'ldi. Xabarga ko'ra, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamrayev boshchiligidagi ishchi guruh voqea joyiga yetib borgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, tegishli tashkilotlar va Toshkent shahar hokimligi mas'ullaridan iborat tezkor shtab tuzilgan. Ta'kidlanishicha, sodir bo'lgan o'pirish holatini bartaraf etish ishlarini olib borish uchun 2 ekskavator, 10 samosval, 2 texnika hamda ishchi kuchi jalb etilib, Chirchiq daryosi qirg'og'ini mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Ishchi guruhlar tomonidan Bektemir tumani hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosining oqim bo'ylab ikki yon atrofida joylashgan fuqarolarning yashash xonadonlari va tadbirkorlik subyektlarida profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ularga xavotirga o'rin yo'qligi tushuntirilmoqda. Suv xo'jaligi vazirligi xabariga ko'ra, hodisa oqibatida atrofdagi bino inshootlar, obyektlar hamda aholi xonadonlariga zarar yetmagan. Ayni vaqtda ular uchun hech qanday xavf mavjud emas. Qayd qilinishicha, Chirchiq daryosida hozirda daryo suvi kamaytirilmoqda. Toshkentda xavfli harakatlangan Cobalt o'q uzish orqali to'xtatildi. Toshkentda ichki ishlar organlari xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan xavfli harakatlangan Cobalt o'q uzish orqali to'xtatildi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt rusumli avtomashina bir nechta transport vositalariga shikast yetkazgani aks etgan video tarqalganda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, voqea 11-iyun kuni taxminan soat 21:30 da sodir bo'lgan. Avtomobilni ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida ro'yxatda turuvchi 44 yoshli haydovchi boshqargan. U o'zining boshqaruvidagi Cobaltda Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab yo'l harakati qoidalarini buzgan holda o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib harakatlangan. Hududda xizmat olib borayotgan ichki ishlar organ xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirib bir nechta transport vositalariga texnik shikast yetkazgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu fuqaro tomonidan boshqa fuqarolarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organ xodimlari tomonidan tabel qurolidan foydalanib, ogohlantirishdan so'ng avtomashina g'ildiragiga o'q uzish orqali to'xtatilgan va keyingi noqonuniy harakatlarga chek qo'yilgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Holat Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i tomonidan nazoratga olingan. What happens with the future of Cuba is in the hands of the President of the United States and the leadership of Cuba, and then do a little PT. How's that sound? AQSh Kuba prezidentini o'g'irlash variantini ko'rib chiqmoqda. Qo'shma Shtatlar Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canelni o'g'irlash variantini ko'rib chiqmoqda. Ammo yakuniy qarorni prezident Donald Trump qabul qiladi. Bu haqda urush vaziri Pit Hegseth jurnalistlarga ma'lum qildi. Barcha variantlar mavjud, dedi Hegseth bu masala bo'yicha savolga javob berar ekan. Pit Hegseth 10-iyun kuni Kuba hududida joylashgan AQShning Guantanamo harbiy bazasiga tashrif buyurdi. Tashrif chog'ida u AQSh harbiylari bilan uchrashdi. Qo'shinlarga har qanday vaziyatga tayyor turish kerakligini aytdi. Kubaning kelajagi bilan bog'liq masala bizning, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti va Kuba rahbariyati qo'lida.
har qanday holatda ham mudofaa vazirligi har qanday ehtimoliy vaziyatga tayyor va tegishli tarzda joylashtirilgan bo'ladi. Bugun biz shu haqda gaplashamiz. Keyin esa biroz jismoniy mashq qilamiz, dedi Hexet. Virgin Final nashri Kuba hukumati Qo'shma Shtatlar bilan keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda fuqarolik mudofaasi choralarini kuchaytirayotgani haqida xabar berdi. Aholiga qurol tarqatilmoqda. Odamlarga mumkin bo'lgan inqiroz ssenariysiga tayyor bo'lish tavsiya qilinmoqda. Kuba prezidenti Diaz-Canel esa agar AQSh harbiy aralashuvga yoki hokimiyatni ag'darish ko'rinsa, mamlakat qattiq qarshilik ko'rsatishini va bu qonli to'qnashuvga olib kelishi mumkinligini aytgan. 5-iyun kuni Trump matbuotga Washington Kubada rejim o'zgartirishni amalga oshirish niyatida ekanini va buni Eron bilan bog'liq mojaro hal qilingandan keyin amalga oshirishni aytdi. Amerika rahbari Qo'shma Shtatlarning Kuba uchun juda yaxshi rejalari borligini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, Kuba rejimi juda qattiq va yoqimsiz bo'lib qolmoqda. Politico manbalariga tayanib, Qo'shma Shtatlar Kubaga qarshi harbiy ssenariyni tayyorlashni boshlaganini xabar qildi. Nashrning ta'kidlashicha, Trump ma'muriyati orolga yoqilg'i yetkazib berishni cheklashni o'z ichiga olgan bosim siyosati iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmaganda norozi. Ma'lumot o'rnida AQSh joriy yilning 3-yanvar kuni Venesuelaga hujum qilgandi. Amerika rahbari Donald Trump hujumdan bir necha soat o'tgach, Washington prezident Nikolas Maduro va uning rafiqasi Celia Floresni ham qo'lga olib, mamlakatdan olib chiqib ketganini bildirgandi. Eron bo'yicha keskin burilish. AQSh kutilmaganda zarbalarni bekor qildi. Trump 11-iyun kuni kechqurun Truth Social ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Eron rahbariyati bilan o'tkazilgan muhokamalar yuqori darajada ma'qullanganini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan u o'sha kechaga rejalashtirilgan harbiy operatsiyani bekor qilish haqida qaror qabul qilganini yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, ehtimoliy kelishuvning yakuniy shartlari nafaqat AQSh va Eron, balki Isroil, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Turkiya, Pokiston, Bahrayn, Kuvayt, Iordaniya va Misr kabi qator davlatlar ishtirokida ham muvofiqlashtirilgan. Trump shuningdek kelishuv rasman kuchga kirguniga qadar Eronga nisbatan joriy etilgan dengiz blokadasi saqlanib qolishini bildirdi. Uning aytishicha, kelishuvni imzolash vaqti va joyi yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Amerika prezidenti jurnalistlar bilan muloqotda Eron bilan tuzilayotgan kelishuvni ajoyib kelishuv deb atadi va u dam olish kunlaridayoq Yevropada imzolanishi mumkinligini aytdi. Biroq Trump mazkur marosimda shaxsan ishtirok etmasligini bildirdi. Buning sababi sifatida u 14-iyun kuni nishonlanadigan tug'ilgan kunini ko'rsatgan. Shu bilan birga AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance muzokaralarda qatnashishi kutilmoqda. Trumpning ta'kidlashicha, ehtimoliy kelishuv Eronning yadroviy qurolga ega bo'lish imkoniyatini butunlay bartaraf etadi. Shuningdek, jahon energetika bozori uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Hormuz bo'g'ozi ham qayta ochilishi mumkin. E'tiborlisi, Trump bir necha soat avval Fox News telekanaliga bergan intervyusida Eronning asosiy neft eksport markazlaridan biri bo'lgan Xark orolini nazoratga olish g'oyasini tilga olgan edi. U shuningdek yangi harbiy zarbalar avvalgilardan ham keng ko'lamli va kuchli bo'lishi mumkinligini aytgan.